Assalomu alaykum. Siz bilan Molxona FM. Bugun studiya mikrofoni qarshisida men G'aybulla Buqayev va sut zavodi Mashaxon. Sut zavodi emasman, go'zallik qirolichasi deng G'aybulla aka. Odamlar meni ko'zlarim uchun yaxshi ko'rishadi, bilasizmi? Ha, ayniqsa shashlik bo'lganingda ko'zlari yonib ketadi ularni. Tavba qildim. Hazilingiz ham shoxlaringizga o'xshab buncha o'tkir G'aybulla aka. Bilasizmi, olimlar nima deb topishdi? Sigirlarda eng yaqin do'st bo'lar ekan. Agar meni dugonamdan ajratishsa, depressiyaga tushib, sut bermay qo'yaman. Ha, buni bilaman. O'tgan safar dugonang Nargizni boshqa fermaga olib ketishganda, bir hafta mu deb yig'lab, sut o'rniga qatiq berding-ku. Bu stressdan. Bizni xotiramiz zo'r. Meni xafa qilgan cho'ponning yuzini 3 yilgacha eslab qolaman. Odamlar esa kecha nima yeganini eslolmaydi. Biz esa aqllimiz. G'aybulla aka, bitta savolda, nega siz buqalar qizil rangni ko'rsangiz jinnidek yugurasiz? Bu qandaydir psixologiyadagi muammomi? Masha, bu g'irt tuhmat. Haqiqatda esa buqalar daltonik. Biz qizil rangni umuman ajrata olmaymiz. Ha, shunaqa deng. Unda haligi tariadirlar qizil latta silkitganda nega asabiylashib quvlaysiz? Gap rangda emas, harakatda. Kimdir oldimda lattani likillatib o'ynataversa, asabim buziladi-da. Xullas azizlar, sutni magazindan emas, bizdan toza joydan ichinglar. Suyagingiz mustahkam bo'ladi. Go'sht yemoqchi bo'lsangiz faqat tovuq go'shti yeng, ularda miya yo'q. Go'sht narxiga qarasak, o'zi boshqa ilojam yo'q-ku ya. Ko'rishguncha.